Shunaqa SMS ko'rganimdan keyin sразу do'konga borib yangi chexol olib kelib ish boshlab yubordim. To'g'risini aytsam, bu negativlarni ko'rib xursand bo'ldim, chunki rivojlanayotgan odam tashqi tarafdan shunga o'xshash negativlarga uchlaydi. Bu birinchi belgisi. Ikkinchisi bo'lsa, maqsadingizga erishish yo'lida siz ko'p xatolar qilib boshlaysiz. Har bitta xato sizni yana-ham maqsadingiz sari yaqinlashtiradi. Xato qilishdan qo'rqmasligimiz kerak, iloji boricha ko'proq xato qilishimiz kerak. Va uchinchisi, bu yaqinlarimiz tomonidan negativlarga uchraymiz, chunki biz ortiqcha narsalarga yo'q deb butun fokusimizni maqsadimizga, kelajagimizni o'zgartirishga qaratganimizda ulardan ajralib qolamiz va shuning uchun ular tomonidan ko'p tanqidga uchraymiz. Bu hammasi vaqtincha. Siz maqsadingizga erishganingizda buni hammasi ortda qoladi va hammasi bekorga bo'lmaganiga ishonch komil qilasiz. Ular ham xursand bo'lishadi. Agar sizda shu uchta belgi bo'lmasa, tabriklayman, siz kelajak buyuk insonsiz. Va bu videoni rivojlanayotgan do'stingizga motivatsiya uchun yuborib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi